Savoqdaşlar, bugun o'tadigan darsimizning ismi "Men nima qila olayman?" Hozir rasmga qarab, birlikda nima qila oladiganimizni birga o'rganaylik. Men konki tiyila olayman. Men konki tiyila olayman. Bu qizning putidikini konki deymiz. Konki. Men dutar chala olayman. Men dutar chala olayman. Bu qizning çalıvatqını dutar. Uyg'urlarning sazlaridan dutar, g'ijak, ravob, dob, tambur qatorliq sazlar bor. Men oyoq boqchimni bog'lay olayman. Men oyoq boqchimni bog'lay olayman. Sizlar oyog'inglarning boqchini bog'lay olamsizlar? Gapga bo'lmasa, oyoq boqchimni chigalayman. Oyoq boqchimni chigalayman. Men tugmamni italayman. Men tugmamni italayman. Sizlar chopininglarning tugmasini italamsizlar? Men paypiqimni kiyalayman. Men paypiqimni kiyalayman. Sizlar paypiqinglarni o'zinglar kiyalamsizlar? Hammanglar kiyalaysizlar, cho'qim. Men rasm sizalayman. Men rasm sizalayman. Sizlar bu bek chiroyli rasmlarni sizalaysizlar. Men kitob o'qiy olayman. Men kitob o'qiy olayman. Sizlarmi elifbani tugatgandan keyin elifba kitobini o'qiy oladigan bo'lasizlar. Men ot minalayman. Men ot minalayman. Qo'rqmay ot minalaydiganlar bormi? Hozir o'tadigan darsimiz "Men nima yeyman?" Hozir birlikda hayvonlarning nima yeydiganini birga o'rganaylik. Bu rasmdagi hayvonning ismi nima? Bilamsizlar? Maymun. Maymun nima yeydi? Bu yerda banan bor ekan, so'ngak bor ekan, bulka, non bor ekan, beliq bor ekan. Maymun qaysisini yeydi? Banan yeydi. Maymun bananga bek amroq. Maymun banan yeydi. Rasmdagi hayvonning ismi nima? To'shqon. To'shqon nima yeydi? Rasmda savzi bor ekan, savza. Pishloq. Buni pishloq deymiz.
ustida so'ngak baki. Banan baki. To'shqan qaysisini yeydi? To'shqan savzi yeydi. To'shqan savziga bek amroq. Bu rasmdagi hayvonning ismi nima? O'chka. Saqili bor o'chkining. Mungisi bor. O'chka nima yeydi? Pishloq. O't. Beliq. Qurut. Sazan qurutga. O'chka qaysisini yeydi? O'chka mani yeydi. O't yeydi. O'chka o't yeydi. O'chka o't cho'plarga bek amroq. Sog'doshlar, hozir ota-onanglar bilan birga o'tirib, tuvandagi filmni birga ko'rib chiqinglar. Oqidan filmda qaysi hayvon va qaysi mevani ko'rdinglar? Ota-onanglarga aytib beringlar. Yetmagan üzüm açık. Yiroq bir o'rmonliqda bir tulki yashaydigan. U dutta degani chaldigan bo'lsa, qani u tulka? Ha, mana. Mana mushundaq mungluq chaldi. O usul degani o'ynab qolsa bo'ldi. U chiqarib etadi. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one. Şunun bilan u mengib uzun taliq kelib qopdi. Vah, nima degan chiroyli uzumlar bu? May bo'p pishib ketganini qaramamdigan. Qaysi ishchan, emgakchan bog'vonning beg'idi bu, ha? Og'zimga seriq suv kelib ketdi. Cho'qim bek tatliq. Orasidan bir sapoq uzum elib, qo'saqni to'yg'izaychi. Oy! Buningga bo'yim yetmadi. Bir amal topay. Tulki sakrab baqsimu o'zimga faqat bo'yi yetmabdi. Shuning bilan tulka bir tayoq tepib ketdi. Hamda tushmaganini bir ko'ray. Voy, bu uzum tushaymi demaydi-ku. Odamni qiynab tozimi bir? Tulki yugurib kelib sakragan bo'lsa-mu, o'zimga faqat bo'yi yetmabdi. Qarabdi, ha? Endi seni üzmay qo'ymayman. Bo'yim yetmaydi-ku. Oy! Ajar! Bu üzümni yanala olamadim-ku. Bo'ldilar. Bu üzümlar teği pishmabdi. Xam üzüm ochiq bo'ladi. Pishqan chaqda kepyay. Ketdim bo'ldi. Na azob ololmay o'zim, qo'rsiqim, ash ko'nglim yerim bo'ldim parishon. Shunda qilib tulka tukurgini yutqunicha bog'dan asta chiqib ketibdi. Bu yetmagan uzum ochiq degan gap shundan qolgan ekan. Darsimizga berilgan topshiriq tuvandagi rasmdagi üzümni o'zinglar xohlagan rangda bo'yab chiqisizlar. Ham o'qituvchilarga bo'yab bo'lgan rasmga tortib yo'llab berisizlar.